Endi Rossiyaga borishingiz keragi yo'q do'stlar. Koreyaga ham bormasangiz bo'laveradi do'stlar, qaranglar. Rossiyada ishlab kelgan pulingizga yoki Koreyada ishlab kelgan pulingizga mana shu temirlarda xarid qilib turib, zo'r biznes qilib bo'lar ekan do'stlar. Boshlanishiga $900 dan $1,500 sof daromad topsangiz bo'lar ekan. Qaranglar, xuddi shunaqangi oddiy temir lazerda kesilgan mana shu mahsulotlarni olasiz. Bir oyiga $900 dan $1,500 sof daromad. Bu boshlanishi do'stlar. Agarda ishni takomillashtiraman deydigan bo'lsangiz, yana qanaqadir texnikalar qo'shaman deydigan bo'lsangiz, $10,000 sof daromad topsangiz bo'ladi. Bu oddiy narsalar. Bunisi temir, bunisi polietilen bo'ladi. Oddiy mana shunaqa simdan bo'ladi, qo'l bilan yasalgan bo'ladi do'stlar. Bir oyiga $900 dan $1,500. O'zi bir oyda Rossiyada ko'pchilik $900 ishlasa kerak. Lekin buni uy sharoitida bemalol ayolingiz bilan ham yoki o'g'lingiz bilan ham bemalol uy sharoitida ham qilsangiz bo'laveradigan zo'r biznes do'stlar. Endi bu qanaqa biznes deydiganlarga, buni qanaqa qilib ishlataman, qanaqa qilib ishni yurgizaman deydiganlar uchun to'liq ma'lumotni akamizdan olamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsizlar. Tuzimsiz. Endi mana shu oddiy temir va polietilenlardan biznes qilsa bo'ladi. Albatta, Xudo xohlasa biz shu narsalardan daromad qilib turibmiz. Endi juda ko'pchilik Rossiyada ishlaydi, Koreyada ishlab keladi, kelgandan keyin bekor bo'lib qoladi-da. Hali cho'ntagida $1,500, $2,000 puli bo'ladi, nima qilay ekan deydiganlarga endi uy sharoitida ham kimlardir unaqa sharoiti yo'q-da sex qilgani. Uy sharoitida ham bemalol ishlatsa bo'laveradi. Bemalol 4 metrga 6 metrli naves bo'lsa bo'ldi. Bemalol daromad qilsa bo'ladi. Har qanaqa holatda odamning o'zini harakati, o'zining niyati, yaxshi niyat bo'lsa inshaalloh hammasi bo'ladi. Hammasi bo'ladi, Xudo xolasa. Do'stlar, yaxshi niyatda ishni boshlaydigan bo'lsangiz, Xudo xolasa, ishni 100% o'rgatib berishadi. Narsalarni olib borib ustunovcha qilib berishadi, xarid qiladigan bo'lsangiz, ishlarni o'rgatib, birinchi zakasini ham olib berasiz. Xudo xohlasa olib beramiz inshaalloh. Ishni yaxshi o'rgansangiz, tayyor qilsiz, birinchi zakasini ham olib berishadi, Xudo xolasa. Videomizni oxirigacha ko'rib, bitta-bittadan like bosib, obuna bo'lib tursalaring, bu biznesni to'liqroq yoritib beramiz, do'stlar. Akamiz endi Xudo xolasa to'liq ma'lumot beradilar. Endi bu nima biznes, qanday ish qilinadi, nima bo'ladi? Bir boshdan endi o'zingiz tushuntirib bersangiz. Xo'p, Xudo xohlasa mana obunachilaringizga qo'limizdan kelgancha manfaatli video qilishga harakat qilamiz. Bu biznesimiz termotravertin, termopanel biznesi. Ya'ni tashqi fasad uchun. Tashqi fasad uchun, ha. Endi bu qanaqa narsalarni xarid qilish kerak? Faqat shu ikkovinimi yoki boshqa narsalar ham bormi endi? O'rinli savol berdingiz. $900 apparatimiz bor, $1,200 apparatimiz bor. Bu termopanelimiz apparatlari. Рабочий stol, kompressor, mikser, pulsatorlarimiz, gibki kaminda 50 dan ortiq gul chiqazadigan qolipi, shunaqa trafaretlari. $900 3 xil trafaret bo'ladi, shunaqa gul. $1,200 6 xil gul bo'ladi, 12 dona bo'ladi. $900 3 xil gul 6 dona bo'ladi. Faqat qarang, o'sha $900 faqat mana shu gulida farq qiladi xolos. Undan tashqari $1,200 обработочный stanogimiz bor. Aloqaga chiqsa, uni ham nimaligini batafsil ma'lumotni beramiz. Alohida tushuntirasiz. Endi o'sha $900 da mana bu xona deydimi, bu ish stoli, рабочий stolimiz bor. Gullari bor. Bu ham bor, gibki kaminniki ham bor. Kompressor, mikser, pulsatorlarimiz, 45 gradus kesadigan reskalarimiz. Undan tashqari O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichida. $900ligini oldimi, uyidan qabul qilib oladi, kelib o'rganib. O'rganishi ham ichidami? O'rganishi ham ichida. O'rganishi ham. Dastavkasini ham qilib beramiz. Dastavkasini ham qilib berasiz-da, Xudo xolasa. Endi bu mana bu mikserlarimiz nimaga ishlaydi? Bu termotravertin. Termotravertinda vibra stolimiz bo'ladi. $900ligida 15 kvadrat metrga qolipimiz bo'ladi. Undan tashqari mikser zavodskoy. Buni ham o'rgatib O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Bu apparatimiz ham $900 dan $1,500 Bu ham shunaqa. Xuddi shunaqangi tashqi fasad ishlab chiqaradi. Xuddi shunaqa. Bu ham uteplenniy, o'ziga yarasha orqasida pokay bilan uteplet qilingan, oldi betonga o'xshab, bu ham Eron sementlari bilan nimasi bor. Xudo xohlasa qanday quyiladi, qanday chiqaziladi o'rgatamiz hammasi. Buni razmerini har xil ko'rinishda chiqarsa bo'ladimi yoki buni razmeri 50 ga 25, 30 ga 60 razmerlarda bor.
undan kattaroq qilib chiqarsa bo'lmaydi. Undan kattaroq qilib chiqarsa ham bo'ladi. Uning qoliplari bor, lekin hozirgi paytda bozor suygan razmerlar mana shu. Bozor suygan razmerlar shu. Keyin bundan tashqari hozir bunga po'kay qilingan ekan. Bazar qilaman desa ham bo'laveradi. Zo'r bo'ladi unda ham. Bazar qilsa ham bo'laveradi. O'sha hozir po'kayni o'rniga bazarni so'nakka qo'yib yuborsa ham bo'laveradi. Shu apparatlar ishlaydi o'sha narsaga ham. Xuddi mana shu narsalar ishlaydi. Bu ham 900 dollardan 1,5 ming dollar. Bu ham mana 900 dollardan 1,5 ming dollar. Buni ham uy sharoitida qilsa bo'laveradi. Bemalol ikki kishi, buni og'ir mehnati yo'q. Penoblok, gazoblok, o'shanga o'xshab og'ir mehnati yo'q. Bularda yengilgina, ozodagina ish, salqin joyda ishlanadi. Endi buni qanday hozir bitta ko'rsatib bersak bo'ladimi? Qanday ish jarayoni qanday bo'lishini? Bunimi yoki yana uni bizni bolalar bugun dam olish chiqib ketgan, lekin ish jarayonini aloqaga chiqsa biz videolarni ham tashlab beraveramiz. Bir qator ko'rsatsam, men bunaqa ish bo'ladi, bu bunaqa ish bo'ladi. Bo'laveradi. Ko'rsatib bersangiz ham bo'laveradi. Endi mana shu tomondan kiramiz endi. Mana shu yerdan kirib ketaveramiz. Mana shu tomondagi mahsulotimiz hammasi tayyor. Egalariga xudo xohlasa yetkazdirib beramiz. Bu ham tayyor mahsulot. Bu ham tayyor mahsulot. Do'stlar qaranglar, tayyor mahsulot ob'yom juda ham ko'p. Ya'ni sotuv yaxshi bo'lgani uchun ishlab chiqarishyapti do'stlar. Buni alohida sotuvga ham sotilaveradi. Bu O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bilan sotuvi bor. Metr kvadrati 90 ming so'mdan. Xudo xohlasa dastavkasi qanaqa O'zbekistonda? Dastavkasi o'sha 90 mingning ichida, hech qanaqa narx qo'shilmaydi. Haligi temirlardan mana shu narsa chiqariladi. Ha, shu temirlardan shunaqa narsa chiqariladi. Ya'ni do'stlar, mana shu tashqi fasad ishlab chiqarilar. Endi bu qanday ish jarayoni qanday o'tadi deydi yo'llarga? Birinchi shof qora bo'ladigan bo'lsa, qora sepib olinadi kompressorda. Ya'ni bu po'kayni ustiga sepiladi. Ha, po'kayni ustiga mramorni kroshkani tayyorlab sepiladi. Agarda shof qora bo'lsa, qora sepiladi, oq bo'lsa, oq, qaysi rangda bo'lsa, o'sha rangni sepib olinadi. Undan keyin sushilkaga olib kirib quritamiz. Qurib chiqqandan keyin shu рабочий stolimizda pechat qilib, bosma qilib chiqazamiz. Yana sushilkaga kiradi. Sushilkada tayyor mahsulot 24 soatda xudo xohlasa mana shunaqa holatga keladi. Bu tabiiy tosh-a? Tabiiy tosh. Bu mramorni kroshka, hech qanaqa o'chish holati bo'lmaydi. Razmerlarni bir boshqacha kis chiqargan-a? Nimalari ham juda ham zo'r. Endi mana shu narsalarda o'rgansa ham bo'ladi, xarid qilsa 90 ming so'mdan 1 kvadrati. Buni 1 kvadrat metri xalqimizga 90 ming so'mdan 100 kvadratdan oshiq bo'lsa O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Vodiyning ichida 50 kvadratdan oshiq bo'lsa dastavkasi ichida. Endi bu biznesda o'rganaman deydiganlar uchun mashina nech puldan full holatda o'rganaman, hamma yo'g'ini olaman desa nech pul bo'ladi endi biznesda? Xo'p, 900 dollardan 1200 dollargacha apparati bor. O'sha 1200 dollarga full holatda bo'ladi. Zo'r bo'ladi hamma yo'g'i. Kelib, o'rganib, xudo xohlasa dastavkasini ham qilib beramiz. Sushilka ham mana shu holatda o'zi sushilka hisoblanadi. Sushilka bizniki kattaroq 500 kvadrat sig'adi. Biz o'zimiz boshlaganimizda kichkinagina rekadan qilganmiz. Rekalarimiz qiyshayib, ho'l bo'lgan, qurigandan keyin qiyshayib ketib, o'sha holatda boshlaganmiz. Ya'ni hozir profil temirdan qilib qo'ysizlar. Ha, buni temirdan qilib tayyorlaganmiz. Temirdan. Ya'ni taxtadan ham yasab qo'ysa bo'laveradi. Bemalol. Agarda boshlanishiga bir kam chiqim qilaman desa, qoziq qoqib turib, sim tortib qo'ysa ham bo'laveradi. Ha, sim tortib qo'ysa ham bo'ladi. Ya'ni mana shu boshlanishiga. Shunchada turib tursa bo'ldi. Boshlanishiga endi pul tejash uchun. Endi buni xo'p, ayollar ham, bolalar ham qilsa bo'laveradi deydi. Og'ir mehnati yo'q-a buni? Buni og'ir mehnati yo'q. Buni oilaviy holatda, misol ayollar ishlagan holati ham bor. Biz o'zimizning ayol shogirdlarimiz ham bor. Ishlab chiqaryapti. Oilaviy holatda er-xotin bemalol bir kunda 150 kvadrat bosib chiqadi. 150 kvadrat bosib chiqaradi. Juda ham zo'r. Endi yana qanaqa savollar qolib ketdi? Hozir har qanaqa savoli bor aka-ukalarimiz erinmasdan ekranning pastiga qo'yilgan telefon raqamlariga aloqaga chiqishsin. Hammasiga erinmasdan 24/7 javob beramiz. Javob beriladi. Albatta. Ma'lumot uchun ham telefon qilsa bo'laveradi. Bemalol oladimi, olmaydimi telefon qilsin. U qiziqish bo'ladi insonda. Bemalol telefon qilishaversin.
qo'limizdan kelgancha ma'lumotni beramiz. Hali juda ko'pchilikda bo'ladi-da, tortinish bo'ladi. U tortinish bo'lishiga sabab ham juda ko'pchilik hali telefon qilib, faqat ma'lumot olish uchun telefon qilsa, haligi qattiqroq muomala qilib qo'yishadi-da. Yo'q. Tortinib qolishadi shuning uchun. Xudo Bemalol xohlasa bizda inshaalloh hali birortasiga qattiq muomala qilganimiz yo'q. Bundan buyog'iga ham qilmaymiz inshaalloh. Bemalol telefon qilishaversin. do'stlar bemalol tashqi fasadingizni qildirmoqchi bo'lsangiz ham buni 90 ming so'mdan kvadratini beryapsiz. Ustalari nima bo'ladi buni? Ustalari ham bormi o'zlaringda? Hozirgi kunda usta xizmatimiz, ustalarimizni 1 oy, 1,5 oylik ishi bor. Ha, ustalar o'sha. Lekin mahalliy ustalarda hammasi yopishtiradi. Kafil yopishtiradi. Men o'zim usta emasman, lekin buni yopishtirishga bemalol aqlim yetadi. Kafil yopishtiradigan ustalar hammasi yopishtiradi. Ha, mahalliy ustalariga yopishtirib olsa ham bo'laveradi. Bemalol yopishtiradi. Juda ham zo'r. Agarda 1 oy, 1,5 oy kutaman deydigan bo'lsangiz, buni Usta ham topib beramiz. Ustalarni ham topib beramiz. Usta ham topib beramiz. Xudo xohlasa. Bemalol biznes qilaman deydigan aka-ukalarimiz musofirda ko'rayotgan bo'lsalaring, bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib, WhatsApp orqalimi, bemalol aloqaga chiqib, ish sharoiti qanday bo'ladi, daromadda to'liq ma'lumot olib turib, Rossiyada ishingizni tashlab qaytib kelib uyda ish boshlasangiz ham bo'laveradi, do'stlar. Bittadan like bosib, obuna bo'lib ketinglar, do'stlar. Bundan-da qiziqroq kontentlar chiqarishga harakat qilamiz.